Assalomu aziz yurtdoshlar, birodarlar, akalar, opalar. Mana Koberda barigi bilan Kober 5 yana bu taklayman. Bu ham kasallikka juda chidamli. Shunga boshqa bir navlarni qilamiz. Bolasi payvand qilamiz. Bu tez o'sish uchun tomiri baquvvat, tomiri tez rivojlanib ketadigan. Bu o'tgan yil stakan qilingandi. Bu ham mana shuncha bo'lib o'sdi. Stakanda ko'chati mana shuncha holatida edi, mana shuncha holatida edi. Bu shunchalik o'sani ikkinchi yilga buning mevasini yeb bo'lmaydi. Mana bu panorama deb nom qo'yganman. Yaponiyaning eng qimmat, eng rekord darajadagi uzum erta pishadigan, mana уже gullashni boshlagan. Mana hosillari bor. Mana 2 yillik ona ko'chat. Naryoqda shundan olingan payvandi bor. Mana chuqur solinib qo'ygan. Keyin mana yana Koberga o'xshab mana razmeri katta, mana ko'taklarning orasi razmeri juda katta. Mana novdasi ham juda farq qiladi. Koberdan juda farq qiladi. Mana hammasida hosili bor. Behosil narsa yo'q bunda. Ko'pini men hosilni yengillashtirganman. Bittalik qo'yganmanki, kuchi yetsin deb, bo'lmasam bu asosan 4 talab, 5 talab hosili bo'lgan. Keyin dunyoda eng qimmat uzum Ruberama, mana shuni ko'chatlarni o'tgan yildan beri olamlarga aytqizyapman. Ko'plar ham ko'klatib qilgan. O'tgan yil olganlar meva qildi dedi. Kattakon rahmat dedi. Keyin hosilini qanday qilamiz? Ko'p hosil berib yoribdi dedi. Shuni qisqartirish nimasini o'rgatdim mana. O'sha mana men qisqartirganman bularni, hosillarni ko'pini yulib tashlaganman. Biron nog'dasida behosil yo'qki, hammasida hosil bor. Shularni qisqartirib 3 talik, 4 taligida 2 talik, 1 talik qilib chiqqanman mana shu Ruberamanda. Bu 2023 kirib kelgan vaqt edi. Mana shu meva qilgan nimasi bor edi. Ruberama bu yozuvi o'chib qolgan ekan, yomg'irdan bo'lib. 2025 9-aprel. Mana bu yerda Landish muskatman. Bu ham doni oq, yirik bo'ladi, ekranga chiqadi.